O'qimasang usta olasan degan. Bu gap noto'g'riligini men hozir isbotlab beraman. O'chir. Mana moloni yopishtirish uchun geometriya bilan algebra kerak. Shpatulni mana qilib ishlatish uchun fizikani bilish kerak. Uyni kvadratini chiqarish uchun matematikani bilish kerak. Ishga kelib ketish uchun prava bo'lish kerak, yo'l harakat qoidasini bilish kerak. Kelishdingmi usta? Kelishdik, tamom. Uyda egasi bilan gaplashishni bilish uchun ona tili adabiyot, psixologiyani bilish kerak. Men oriyapman, ketaman, usta javob berib turing. Ularni ormayotganini bilish uchun odam anatomiyasini o'qigan bo'lish kerak. Ko'ryapsizlarmi, usta bo'lish ham oson emas. Institutga kirish uchun 3 ta fan kerak, xolos. Usta bo'lish uchun 5 ta fanni bilish kerak. Vahshiy ustachilik qiyin, sizlar uni deb o'ylamanglar. Endi bizga like bosib qo'yinglar, tamom. Podpiskani ham chiroyli